Assalomu alaykum hammaga. Bugun Taobao'dan olingan tovarlarni raspakovka qilamiz. Ichida kosmetichkalar shunaqa upakovkada keldi. 4 xil kosmetichka zakaz qilganman. Qizil, pushti, qora va birinchisi bu pushti rang. Shu narxga tushdi menga bu tovar. Ko'rinib turibdiki, ruchkalari sifatli, usti ko'j zaminniy. Yo'lga, sayohatga olishga qulay. Kosmetichka o'rta formatda, hamma narsa sig'adi. Kosmetika ham uходовый kosmetika. Keyingi rangimiz qora. Materiali menimcha jakat. Tilla rangli va qora iplar bilan to'qilganga o'xshaydi, shaxmatga o'xshab. Ko'rinib turibdiki, ichi katta. Endi oqga keldik. Rangi juda sof, chiroyli, faqat lekin tez quriladi. Materiali chiroyli, tvitga o'xshaydi. Va oxirgi rangimiz qizil. Bularning hammasi menga shu summaga tushdi. Kargoni hisobga olganda.